Eranni shu turishi ham tuvakka olsa bo'ladi yerdan. Lekin buni kaltalatib oladigan bo'lsangiz, qirqib ko'rsataman buni. Qish paytida ham ko'zingizni quvnatadigan bo'lib, yangi barglari chiroyli turadi. Moslashib ketishi ham oson bo'ladi anchagina. Bo'ldi, shunaqangi qilamiz. Bu qotganini ham olib tashlaymizda. Bo'ldi, shuni o'zi yetarlicha bo'ladi. Bu ham sal qotgan ekan, buni ham olsangiz bo'laveradi. Olib tashlaymiz uni. Bo'ldi. Shu qoldi. Bu bir oy deganda barglari chiqqan, yangi barglarini chiqarib juda ham chiroyli bo'ladi. Ixchamgina bo'ladi. Tuproqdan to'g'ri qo'lda tortib olsangiz ham bo'laveradi. Ildizi popuk ildiz bo'ladi. 1 litrlik tuvakka ekish kerak, katta tuvakka ekmaslik kerak. Bo'ldi. Shunaqangi qiladigan bo'lsangiz, muammosiz qurib qolmasdan gulingiz ko'karib ketadi. Aslida buni shu butunligicha olib turib eksangiz ham bo'ladi, lekin bu qishga borib barglari xunuk ichib ketadi. Tuvakka olganingizdan keyin bargini boqishga qiynaladi-da, barglari ancha payt stressga tushib qoladi shoxlari. Eng oson va foydali yo'li va qishda ko'zingizni quvnatadigani shu bo'ladi. Foydali bo'lib qoladi. Sinab ko'ring.